Assalomu alaykum obunachilarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana xudo xohlasa sizlarga doim shu yaxshi darvozalar, barellar, kaziro'klar bo'lsa kuzatib borasizlar. Biz sizlarga taqdim qilamiz. Xudo xohlasa mana bu qilingan ishimiz 3 oy avval yakunlangan edi. Xo'p, shu ayrim sabablarga ko'ra obzor ishlari sizlarga yoritish ishlarini yakunlamagandik. Mana shu yoqqa yo'limiz tushgan ekan. Shu bugun mana yakunlab ketaylik deb o'zimiz jamoamiz Azamjon akam bilan kelib, mana o'zi xonadon egalari Zafarjon akam o'zi safardilar. Telefonlashib, mana shunaqa Zafarjon aka desam, Nodirbek bemalol siz uchun doim eshigim ochiq deganlar uchun mana kelib, hozir shu bugun obzorni yakunlaymiz. Bu qilingan ishimiz yo kaziroq, yo darvoza emas, juda katta obyektda Zafarjon akamga naves qilib berganmiz. Juda chiroyli chiqqan, o'zlaring ko'rib, o'zlaring baho berasizlar. Bir piyola choyni oldilariga qo'yib, xotirjam ko'ringlar. Biz o'zimiz chiroylab obzor qilib beramiz. Hop, Azamjon aka, ketdik aka. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu darvozadan to'xtaylik aka. Bu darvozani biz yasamaganmiz. Hop. Men kelganimda Zafarjon akam aytdilarki, Nodirbek, mana shu qilayotgan navesimiz ichida bo'ya berib keting. Mana shu darvozamda ham biroq sal zangi bor edi dedilar. Bo'ldi aka, biroq gapingizga bo'ya beraman deb turib, shu garajlari bilan shu darvozani o'zimiz ponni qo'l mehnatli qilib, chiroylab bo'yab, malyarga ishlarni yakunlab berganmiz. Qani ketdik aka. Bismillahirrohmanirrohim. Mana navesimizni o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Navesimiz bu qulaylik tomonlari shunday nimaki, Zafarjon akam o'zlari ham aytganlar. Hop, har bitta xonadonga shunday naveslar, hop, kaziro'klar nasib qilsin deb o'ylaymiz. Biz ham niyat qilamiz, xudo xolasa. Bu kaziro'kimiz misol quyosh nurini o'tkazmasligiga, har xil to'y, hop, bazmlar qilasizmi, hop, ehsonlar qilinadimi, qanaqa marosimlar bo'lsa ham, misol yog'ingarchilik, quyoshni nuriga o'tkazmasligi uchun yog'ingarchilik, qor yomg'irda mana bu yoqqa tushishini maqsad qilgan holatda Zafarjon akamni ponni sanglarini shu nima bilan yopib berganmiz, navesimiz bilan. Hop, bu naves qilishdan maqsad, hop, buni travertin anchagina xizmat qilishi bor. Hop, ish romlarda xizmat qilishi bor. Maniga burchatga qilsalaring, burchatkani quyosh nurida, yog'ingarchilikda nimalari xizmatlari bor. Himoya qilishi oldini oladi, chiroyli xizmat qiladi. Masalan, 10 yil, 15 yilga yetmaydi-yu, 20 yil, 25 yil muddatini uzaytiradi. Sababi qor yomg'ir, yog'ingarchilikka, yo'lmasa quyosh yozgi kunida saraton issig'ida o'tishini oldini olib, shu maqsadda qildirganlar Zafarjon akam. Bu navesimizni manzillarini birinchi o'rinda aytib o'tsak, Andijon viloyati, Andijon Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaharchasiga olib kelganmiz. Qirg'izistonga yaqin joyda turibmiz. O'zimiz Namangan viloyati Uch tuman Jidakatta qishlog'idan kelib, ponni o'zim razmerlarini olib, o'zim yasab olib kelib o'rnatib berdim. Bu endi ishlatilgan materiallari, bunga ketgan, hop, qanaqa material ishlatilgan razmerlarni sizlarga jivoy holatda kuzatib, ponni tanishtirib beraman. Birinchi o'rinda razmerligimizga qani eniga tortaylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Olti o'ttiz ekan. Bismillah. Yo'q, yetmaydi. 7-6. 13. 6 o'ttiz. Bu tomoni. Yetmaydi. Ha, endi 3 oy oldin yasaganmiz. Baribir xayoldan ko'tarildi aka. Hop, 6 metr. 7 ga 6, bu yog'i ham 10 metr aka. 10 metr. Bu yog'i 3 metr bo'lishi kerak. Esimda qolgan. 3 metr bo'lishi kerak bu yog'i. Rosa 3 metr ekan. Bu tomoni G shaklida bo'lgan, 3 metrga 13 metr. Narxi tomoni 630 ga 13 metr bo'lgan. Bunga ishlatilgan materiallari 6 ga 4 profilda ponni ramka qilib chiqilgan, 6 ga 4 ustulimizga. Buni ichiga 1.8 diskdan o'sha kalso sifatida o'ziga yarasha bejirim lazerda ishlab berilgan. Buni razmerlari 42 sm. Bu yog'i ham 42 sm standart. Profillari 4 sm, 6 sm.
6 4 realniy. Bu hech qanaqa bekitishi yo'q. Endi tashidan tashigacha 42 santimetr bo'lsa, ichki tomoni 30 santimetr ekan. 30 santimetr. Bu ustunimiz ham o'sha standart 42 santimetr. Hammasi 42 santimetrdan 1 2 3 4 5 6 ta ustun tushgan. Buni oraligi 6 metr, 5 metrdan. Bu tomoni 5 metr, ikkita 5 metrdan 10 metr. Bu tomoni ikkalasi 6 metrdan. U aniq esimda. Hop, beldamchilarga kelamiz. Bu beldamchilar ham mana oltiga 4 profillar. Buni stenasi 1.5 stenada bo'lgan. Hop, lazer gulimiz 1.8 disdan ponni chizdirilgan. Profilimiz stenasi 1.5 stenada bo'lgan. Endi tepa tomonlariga kelsak, tepa tomonlari 4 ga 4 profildan 1.8 disdan xuddi mana shu shaklda oraligi 20 santimetr, tashidan tashigacha, ichki tomoni 15 santimetr, 16 santimetr atrofida bo'lgan. Tepa tomoni o'sha tashidan tashigacha yo 25-20 atrofida bo'lgan. Polni beldamchilarga 4 ga 2, uni stenasi ham 1.5 stenada bo'lgan. Hop, tepa tomondagi sarrob deymiz. Endi o'zimizda o'zbek tilida sarroblarimiz 8 ga 4 profilda bo'lgan, uni stenasi ham bir xil 6 ga 4 bilan 8 ga 1.8 stena bo'lgan. Bu qalinda, buni 1.5 stena bo'lgan, bu 1.8 stenada qilingan sarroblari. Leksallar o'sha mokra asfalt rangda bo'lgan. Zafarjon akam o'zlari tanlaganlar. Chunki Andijondan buyurtma qilganmiz. Buni Andijonda o'sha servis Buxorodagi deysizmi, Toshkentdagi deysizmi, Xitoydagi, Turkiyaniki bor ekan. O'sha Buxorodagi o'sha 15 yil davomida kafolati sertifikat garantiyalarni berar ekan 15 yilga. Shuni o'zimiz chaqirtirib, shuni o'zimiz zakaz qilib, Zafarjon akam o'zlari buyurtma qilib, shu yerga olib kelib dastavka qilib berdi. Chiroylab mana biz o'zimiz yopib, hamma yo'g'ini topshirib berdik. Buni yasalish jarayonlari, vaqtlarini sizlarga aytib o'tsam, 10 kun davomida yasalgan, 10 kun davomida. 3 kun davomida kraskadan chiqqan, 3 kunda malyarka ishlari bo'lgan. Bu yerda ustonovka qilishimiz, rosa 3 kunda ustonovka qilib bo'lganmiz. 16 kun davomida batamom tugatib, Zafarjon akamga topshirib ketganmiz. 16 kun o'zi muddatlari qolgan ekan, safarga chiqib ketishlar Rossiyaga. Rosa 16-kuni biz paydo topshirdik. Ertaman safarga Rossiyaga chiqib ketganlar. Agar shunaqa naveslar, barellar, kazrohlar, agar nomiki darvoza deysizmi, temir sohasi barchasi Xudo xohlasa ishonib bizga topshirsalar, sizlarga ishonchlaringizni oqlaymiz. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor, olib borib o'rnatib ustonovka qilib beramiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, biz ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bir donadan laykni niyat jamoasiga obuna tugmasini bosib qo'yib, o'zlaringiz fikrlaringizni bildirsalaring, biz sizlarga chiroylab maslahatlarimizdan beramiz. Undan qolaversa, chiroyli narxlarda chegirmalar ham qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 아.